Green Card'ni yutdim va Amerika elchixonasidan qanday viza olaman? Green Card haqida bir gaplashib o'tamiz. Green Card bu Amerika tomonidan Developer deb nomlangan programmalardan biri hisoblanadi, immigratsion programmalarga kiradi. Green Card yutgan odam hamma kerakli hujjatlarni yig'asiz va DS260 ni to'lg'izasiz va elchixonasiga yuklaysiz. Qolgan dokumentlarni esa o'zi o'sha ro'yxati bo'yicha ham yuklab borasiz va bitta ham narsa e'tibor berish kerak, qo'shimcha hujjatni yuklayotganingiz o'z tarafdan bu ingliz tiliga notarial tarzda tarjima qilingan bo'lishi kerak. Yana bir narsa, hamma savol beradi. Donald Trump Green Card'ni atmen qiladimi? Endi nima bo'ladi? Bir tarafdan bir narsani tushunki, что Donald Trump o'zidan o'zi Green Card'ni atmen qila olmaydi. Sabab nimaga? Chunki bunga Kongress va sudlarning hukmi kerak bo'ladi. Lekin hamisha ko'rib borganmizdaki, Donald Trump prezidentlik bo'lganlari vaqtida atmen qilmoqchi bo'lganlarda ham sud va Kongress bunga rad etgan. Green Card'da kimni yutuvchisi bemalol Grant Vizaga murojaat qilsa bo'ladi. Bizda ko'ryapsizlar, ancha ko'p rezultatlarimiz bor. Videoda hozir ko'rsatib o'tamiz. Green Card'da yutuvchi o'rtoqlar, firma tanlashda adashmaslik kerak. Oldingi yutuq sohiblari bilan men xabarlashganimda menga Grant Vizani tavsiya qilishdi ular. Bu yerda hech qanday muammo bo'lmaydi. Men hech qanday norozichilik ko'rmadim sizlardan. Grant Viza dokumentlarni yaxshi qilib berdi. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Green Card'da sohibi bo'ldim. Keyin Grant Vizaga kelib dokumentlarni to'ldirdim. Grant Viza YouTube'da tekshirib yurardim. Ishonch bilan kelib Grant Vizaga dokument qildik. Mana inshaalloh oldik. Va bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Viza olishingizga Green Card bo'yicha hujjatlari tarafdan yordam beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.